Bugün anamın tug'ilgan kuni, buvamning o'lgan kuni. Talatdan akam, ukam, jiyanim, ikkita vazifasi o'g'lim bo'lib. Yuraring. Qabristonga ziyoratga ketyapmiz. Yuraring. Ziyoratga ketyapmiz. Onamni, buvamni, akamni, amakim bor. Tüm qarindosh urug'larimiz qator. Yaqin oralar. Ziyorat qilib, qaromatini duo qilib keldik. Rossiyadan kelganimdan beri endi ketyapman. To'g'ri ayol kishiga kirish mumkin emas. 10 yil oldin borganman. Rossiyada 8 yil yurib kelib, endi mana ketyapman o'zi. Kelganimga 4 oy bo'ldi. Hech bunday imkoniyat bo'lmayapti. Ham qish edi, qor edi, loy edi deb bahona qildim. Bugun bahona qilishimga iloji yo'q. Bahona qilishim shart bugun. Onam bilan buvamni, akamni ko'rib kelaman inshaalloh. Inshaalloh xuddi shunday qilib yurib umraga borib, shularga haqiqiy ham ziyorat qilaman qabrlarini. Keyin o'zlarini ziyorat qilaman. Kichkina ham boraman deb turib oldim. Bu o'g'lim, bu ukam. Shu ukamni katta o'g'li, kichkina o'g'li ketib qoldi, ketib akam.